Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor birodarlar, xush kelibsizlar. Mana bugun ham alhamdulillah Alloh taoloning yana bir rahmat kuni bo'lgan Ramazon oqshomida o'z suhbatimizni yana boshlaymiz. Birodarimiz ham shu yerdalar inshaalloh. Bugun bir chiroyli mavzuni tayyorlab kelishgan, inshaalloh chiroyli qilib yoritib berishadi. Birodar, boshlayveramiz. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم bo'lmasam suhbatimizni inshaalloh boshladik. Quyidagi hadisda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptiki, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما bir kun Rasul sallallohu alayhi vasallamning orqalarida edim. Ba'zi bir rivoyatlarda haligi tuyada ketayotganda orqasiga chiqib olgan edim. Shu orqalarida ketayotgan edim deyapti. U paytda Ibn Abbas radhiyallohu anhu yosh bo'lganlar, shuning uchun orqalarida edim deb aytayapti. Hop, faqal li shuni Rasul sallallohu alayhi vasallam menga aytdilar. Ya g'ulam dedi. Ey bolacha dedi. Inni uallimuka kalimat. Men senga hozir shunday bir so'zlarni o'rgatamanki, bularni qil dedi. Hop, u kalimalar nima edi desa, ihfazillah yahfazak. Ihfazillah tajidhu tujahak. Alloh taoloni himoya qilgin yoki da Alloh taoloni huquqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh seni himoya qiladi. Alloh taoloni saqlagin, sen oldingda tujahak, oldingda Alloh taolo topasan. Ya'ni qayerga boqmagin, qayerga bormagin, Alloh taolo sen bilan birga bo'ladi dedi. Idza sa'alta fas'alillah. Agar biron narsaga muhtoj bo'lib so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ra. Va idza ista'anta fasta'in billah. Agar yordamga muhtoj bo'lib yordam so'rayotgan bo'lsang, Allohdan yordam so'ragin. Allohdan yordam tilagin deyapti. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك. Agar butun ummat, butun insoniyat bir joyga to'planib senga manfaat, foyda bermoqchi bo'lsa, faqatgina Alloh taolo sen uchun yozib qo'ygan foydani bera oladi. Va in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in, agar senga zarar berishlik uchun to'plangan bo'lsa butun insoniyat, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Alloh alayk. Alloh taolo senga yozib qo'ygan narsa, senga yozib qo'ygan zararni bera oladi deyapti. Rufi'atil aqlam va jaffatus suhuf. Qalamlar ko'tarilgan va sahifalar qurigan. Endi hozir mana bu yerdagi muhim bo'lgan gaplarda birma-bir to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Xo'p, bu hadis juda ham zarur bo'lgan va kerakli bo'lgan, har bitta musulmon, har bitta mu'minga zarur bo'lgan vasiyat va nasihatlarni o'z ichiga olgan. Hattoki bu hadis haqida ba'zi bir ulamolar shunday gaplar aytganki, bu hadisni o'qiyotganimda, tadabbur qilib o'qiyotganimda o'zimni yo'qotib qo'ydim. Ya'ni o'zimni yo'qotishligimga ozgina qoldi deydi. Bu hadisdagi ma'noda, bu hadisdagi gapda, bu hadisning mazmunini tushunib, tadabbur qilib o'zimni yo'qotib qo'yishimga bir bahya qoldi deydi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi ummat yoki hozirgi insonlar haligacha bu hadisni haqiqiy va to'liq ma'nosini bilishmaydi yoki anglamaydi deb aytgan ba'zi ulamolar. Endi hadisda Allohni himoya qil degani nima degani? Allohni himoya qilsang, Alloh seni himoya qiladi. Ihfazillah. Bu so'zning ma'nosi nima desa, Alloh taoloning chegaralarini, Alloh taoloning huquqlarini, Alloh taoloning buyruq va qaytaruvlarini himoya qilishlik demakdir. Ya'ni siz qachonki Alloh taoloning chegarasidan chiqmasangiz, Alloh taoloning huquqlarini poymol qilmasangiz, sizga bergan va boshqa insoniyatga bergan va uning buyruqlari va qaytaruvlarini buzmasangiz, mana bu narsalardan chiqmasangiz, demak siz Alloh taoloni himoya qilyapsiz. Endi bu narsa qanday bo'ladi, qanday amalga oshadi desa, bu Alloh taoloning buyruqlarini itoat bilan bajarishlik, qaytaruvlarida cheklanib to'xtashlik bilan birga bo'ladi. Agar bironta bir narsa qat'iy sifatda Alloh taolodan keldimi, bo'ldi. Bunda biz bo'yagamiz, fikr bildirishligimiz ham yoki boshqa narsani tanlashligimiz ham mumkin emas. Mana bu narsa Alloh taoloning huquqlarini himoya qilishlik deyiladi. Qilishlik deb ataladi. Ya'ni Rasul sallallohu alayhi vasallam ham Ibn Abbas radhiyallohu anhuga mana bu nasihatlarni qilyapti. Alloh taolo haqlarini mahkam ushlagin,
saqlagin, himoya qilgin, Alloh seni himoya qiladi. Endi kimki mana bu narsalarni qiladigan bo'lsa, ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, Alloh taolo haqlarini, buyruqlarini va qaytaruvlarini qilib, chegaralardan chiqmaydigan bo'lsa, ya'ni Alloh taolo himoya qiladigan bo'lsa, u hafiz deb nomlanadi, ya'ni saqlovchi, ya'ni himoya qiluvchi deb nomlanadi. Hattoki mana bu narsa, mana bu haqida Alloh taolo ham Qur'oni Karimda aytadiki, Estaiz billah, hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khashiya ar-rahmana bil g'aybi va ja'a biqalbin munib. Mana bu narsa, ya'ni har bir tavba qiluvchi, har bir Alloh taologa qaytguvchi va hafiz, Alloh taolo huquqlarini saqlovchi, himoya qiluvchi uchundir deb turib, ularni maqtab aytadi. Ya'ni mana bu kalimada ham hafiz degan kalima kelyapti. Mana bu kalimani mufassirlar mana bu, ya'ni hafizdan murod nima desa, Alloh taoloning haqlarini paymon qilmaydigan, saqlaydigan, Alloh taolo buyruqlariga bo'ysunadigan, nahiylardan o'zini qochib chetinadigan insondir deydi deb tafsir qilishadi. Endi agar Allohni saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Endi bu gapning ma'nosi nima? Yahfazuk, Alloh seni saqlaydi deyapti. Ya'ni kimki Alloh taolo chegaralarini saqlasa, Alloh taolo haqlariga rioya qilsa, Alloh uni saqlaydi. Endi bu narsa qanday bo'ladi? Hozir buni quyida inshaalloh gaplashib o'tamiz. Ya'ni Alloh taoloning bandasini saqlashligi, bandasini himoya qilishligi qanday bo'ladi? Chunki Alloh taolo aytayaptiki, "Wa'fu bi ahdi, ufi bi ahdikum." Sizlar meni ahdimga vafo qilinglar, men sizlarning ahdingizga vafo qilaman deyapti. Ya'ni sizlar qancha meni mahkam ushlasangiz, men ham sizlarga bergan va'damlarni mahkam ushlab va bajaraman deb aytayapti. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, Alloh taoloning bandasini himoya qilishligi qanday bo'ladi desa, buni ulamolar ikkiga bo'lishgan. Ya'ni Alloh taoloning bandasini himoya qilishi ikkiga bo'linadi. Birinchisi, u insonni dunyo ishlarida, dunyo manfaatlarida, ya'ni dunyo manfaatlari deganimizdan murod insonning badani, bolasi, ahli oilalari va molidagi Alloh taoloning saqlashligi. Misol uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi va min khalfihi yahfazunahu min amrillah. U uchun, ya'ni inson uchun uni oldidan ham orqadan ham kuzatib turguvchi farishtalar bor. Allohning amri bilan nima? Uni saqlab turadilar. Alloh taolodan bo'lgan buyruq bilan uni saqlab turadilar. Ya'ni Alloh taolo bizga shunday farishtalarni yuborganki, u Alloh taoloning buyrug'i bilan bizni himoya qilib turadi. Ibn Abbas, ya'ni mana bu oyatni tafsir qilyapman aytganki, u ya'ni saqlab turib kuzatuvchilar kimlar? Ular farishtalar. Alloh taolo buyrug'i bilan bizni himoya qilishadi va qachon qadar keladigan bo'lsa, ya'ni qadardan murod qachonki o'lim keladigan bo'lsa, shunda bizdan ular ketishadi. Endi bu umumiy ko'p aytdik. Endi misol uchun insonning badanidagi Alloh taoloning himoyasi nima desa, agar kimki Alloh taoloning haq-huquqlarini yoshligida, kuchli paytida, kuchi bor paytda saqlagan, himoya qilgan bo'lsa, Alloh taolo uni katta bo'lganda, qarib qolganda yoki kuchlari ozayib, zaif bo'lib qolganda, unga o'zi sabr berib turadi, o'zi matonat berib turadi. Ya'ni haligi ba'zi bir olimlarda yoki ba'zi bir odamlarni ko'ramiz-ku, yosh katta bo'lgan bo'lsa ham, lekin quvvatga to'la, ya'ni kuchli haligi boshqalarga zaiflashib ketib qolmagan. Gapirishliklari, o'zlarining tushliklari va hokazolar. Mana bularda nima desa, Alloh taolo mana bu insonni hifzi himoya qilib turgan. Nimadan? Zaiflikdan, kasallikdan va hokazo. Endi tabiiyki boshqa odamlarni ham ko'ramiz. Misol yoshligida ham ilm olib, zo'r bo'lib o'qib, Alloh taolo dini uchun harakat qilib turib, qariganda zaif bo'lib qolganlar ham bor. Endi Alloh taolo qadari. Lekin umumiy ma'no shunaqa, ya'ni Alloh taoloning hifzi himoyasi insonni badanida bo'lishligi mana bunday deb hadis olimlari aytadiki, ba'zi bir salaf solihlar, ya'ni ba'zi bir olimlarni ko'rdikki, 100 yoshdan o'tib ketgan. Ammo lekin gapirishliklari, o'zini tutishliklari 18 yoshli odamlardan ko'ra nima baquvvatliroq deb aytadi. Endi yana bir Alloh taoloning bir go'zal yoki yana bir muhim bo'lgan hifz himoyasidan bittasi odam o'lgandan keyin bolalarini ham himoya qilib turishligi. Misol uchun buni Kahf surasida o'qiganmiz, keladiki, va kana tahtahu kanzun lahuma va kana abuhuma solihan debdi. Haligi nima Musa alayhisalom bilan nima
borib turib devorni nima qilishadi-yu, ko'tarib qo'yishadi-yu, mana shunda nima uchun bunaqa qilding desa aytadi-yu, uni ostida bir xazina bor edi deydi. Ikkita yetim bola qolgan. Mana bu ikkita yetim bola uchun o'sha yerda otasi qoldirib ketgan xazina bor edi deydi. Agar bu devor yiqilib tushsa, hali xazinani zolim podshohga olib qo'ygan bo'ladi. Shu uchun bitta qurib qo'ydik deydi. Toyinki o'zlari bolalar kattaygandan keyin ulg'aygandan keyin haligini o'zlari topib o'zlari olsa, o'shandan foydalansin. Hozir bular yetim, kichkina, bular qarovsiz qolgan. Agar bularning molini boshqalar ko'rib qolsa, olib qoladi deydi. Mana bu narsada Alloh taolo nima deyapti? Va kana abuhuma soliha. Ularning otalari nima solih inson edi, ya'ni yaxshi inson edi. Uni otalari yaxshi inson bo'lganligi uchun Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini yuborib turib, haligi narsadan haligi yetimlarning nimasi moli poymol bo'lishligidan saqlab qolyapti. Ya'ni bu yerdagi aytadigan narsamiz, agar inson haqiqatda Alloh taoloning haqlarini himoya qilsa, Alloh taolo chekaralardan chiqmasa, Alloh taolo faqat uni emas, balki uni zurriyotini ham nima saqlab qoladi. Hattoki Sa'd ibn Musayyib degan odam aytganki, o'zini bolasiga aytgan, la azidanna fi solati min ajlik rijaan uhfiza fik. Ya'ni men sen uchun namozimni ziyoda qilaman. Ya'ni haqiqatda namozimdan murod butun Alloh taologa taslim bo'lib itoatda bo'laman, to'yinki Alloh taolo seni himoya qilishligi uchun deb aytib, mana bu oyatni tilovat qilib bergan o'g'illariga. Endi bu birinchi tur edi. Ya'ni insonni dunyo deganda shu o'zini hayotda yashayotgan badani, moli va hokazolarda Alloh taolo himoya qilib turar ekan. Endi Alloh taolo bandasiga bo'lgan himoyaning ikkinchi turi nima desa, mana bu eng muhimi. Ya'ni hamma narsadan ustun bo'lgan mana bu bo'ladi. Biz mana bu narsada Alloh taolo juda ham ko'p so'rashligimiz kerak, himoya qilishligini. U nima? Alloh taolo bandasining dinida va iymonini saqlab qolishligi. Mana bu shubha bo'lgan, fitna bo'lgan paytlarda u inson haqiqatda iymonda qolishligi, o'z dinini mahkam ishlashligi mana bu Alloh taoloning unga bo'lgan himoyasidir. Agar Alloh taolo uni saqlab turmaganida edi, Alloh taolo uni qo'riqlab turmaganida edi, balki bu inson ham kufrga berilib ketar. Chunki hozirgi kunda juda ham ko'p insonlarni ko'rib turibmiz, asosan Turkiyada ko'p ateist bo'lib ketyapti, dindan chiqib ketyapti-da. Agar Alloh taolo o'sha insonni hidoyat qilib, hifz himoya qilib turganda edi, balki bunaqa bo'lmardi. Shuning uchun mana bu narsada biz Allohdan juda ko'p so'rashligimiz kerak. Alloh ham o'zining hidoyatini adashtirmagin, bizni mana bu narsadan chiqarmagin. Nimaga biz doim duo qilayotganimizda ya mutabbitul qulub tabbit qulubana ala dinik deymiz. Biz mana bu dinni ustida bizni mahkam ushlagan deymiz. Chunki agar Alloh taolo bizni tashlab qo'ysa o'z holimizga, biz ham Alloh saqlasin dinimizdan chiqishimiz yoki dinimizga e'tiborsiz bo'lib qolishimiz mumkin. Mana hozirgi kunda mana fitna bo'lib turgan paytlarda, hamma joy fisq-fasodga to'lib turgan paytda, lekin bir qancha insonlarni ko'ramiz, dinini mahkam ushlagan, mahkam ushlashga shoshayotgan insonlar. Nimaga bular adashib ketmayapti? Nimaga bular buni qilmayapti? Hamma harom yeganda, yo'q inson yemasdan ochlikdan o'ladi, yo'kida halolni topib bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, shirin bo'lmasa ham har bir narsani yeydi. Nima uchun nima majburlayapti uni desa, uni ichidagi iymoni va dini. Va mana bu narsada Alloh taolo u bandasini ushlab turganligidir. Shuning uchun mana bu narsani Alloh taolodan ko'p so'rashligimiz kerak. Va Alloh taoloning bandasiga bo'lgan hifz himoyasining mana bu ikkinchi qismi, ya'ni bandasining dini va iymonini saqlab turishligi bu eng muhimidir va eng sharaflisidir. Endi yana bir nuqta bor. Ihfazillaha tajidhu tujahak dedi. Alloh taoloni himoya qilgin, ularni himoya qilgin, Alloh taoloni oldingda topasan. Ya'ni nima degani bu oldingda topasan? Ya'ni sen agar Alloh taolo bilan doim birga bo'ladigan bo'lsang, har bitta ishingni Alloh taologa bog'lanadigan bo'lsang, Robbingga bog'lanadigan bo'lsang, qayerga qaramagan Alloh taolo sen bilan birga bo'ladi. Seni xoh dunyo ishlaringda bo'lsin, xoh din ishlaringda bo'lsin, har qanday ishingda Alloh o'zi senga yordamchi bo'lib, o'zi qo'llab-quvvatlab turadi. Chunki Alloh taolo aytganki, "Estaizu billah, innalloha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun." Albatta Alloh taolo taqvo qilgan insonlar bilan birgadir degan. Yokida haligi Musa alayhisalom bilan Harun ikkalasi Fir'avnga da'vat bilan ketayotganlarida Alloh taolo nima degan? La taqafa innani ma'akuma asma'u va ara. Qo'rqmanglar.
Albatta men sizlar bilan birgaman, sizlarni ko'rib va eshitib turibman deyapti. Madomiki birodarlar, biz Robbimiz Alloh taolo biz agar huquqlarini mahkam ushlasak, Alloh taolo chizgan chizig'idan chiqmasak, shariatini mahkam ushlab lozim tutadigan bo'lsak, buni hayotimizga tatbiq qiladigan bo'lsak, naqadar baxtki Alloh taolo biz bilan birga bo'ladi ekan. Hozir bunday agar kichkina tasavvur qiladigan bo'lsak, haligi bir bizni ko'rsatib berayotgan avtoritetni bir mashhur bir odam yoki bir tanishimiz, haligi tanishi bo'lsak-da, haligi ba'zi bir joylarga kirib qolsak, falonchining ukasiman, falonchining akasiman, va hokazo deb turib, haligi hurmatimiz oshadi yoki ishlarimiz hal bo'lib ketadi-da. Endi tasavvur qiling, butun olamni yaratgan, butun koinotni yaratgan, sizga har bitta nafasingizni berib turgan, mana bu qudratli Alloh taolo siz bilan birga bo'ladi. Albatta Alloh taqvo qilgan insonlar bilan birgadir. Albatta Alloh sizni ko'rib va bilib turadi. Siz hayotda uchraydigan musibatlarni Alloh taolo ko'tarib o'zi yo'qotib turadi. Doim sizga yaxshilik bo'ladigan narsalarni berib turadi. Bu qanday ham bir baxtdir. Endi yana bitta rivoyatlar kelgan. Ba'zi bir rivoyatlarda mana bu hadisda Rasul sollallohu alayhi vasallam ta'arruf ilallohi fir-raha ya'rifuka fi-shidda degan. Ya'ni xursandchilik paytingda, rohat paytingda Alloh taolo tanigin, Alloh seni qiyinchilik paytingda taniydi. Bu nima degani? Desa, buning ham o'ziga yarasha sharhi bor. Birinchisi, Allohni xursandchilik paytingda tanigin degan narsaga to'xtalib o'tsak. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi kunda insonni boshiga qachon balo kelsa, shundagina to'xtalyapti, Allohni eslayapti. Nafl namozlarda mana shunda qiladi. Nafl ro'zalarda mana shunda tutadi. Ammo lekin boshqa payt, ya'ni o'zining ishi bilan bo'ladi-da. Faqat musibat kelib qolganda Allohni eslaydigan bo'lib qoldik. Shuning uchun bu yerda aytayaptiki, xursandchilik paytingda Allohni tanigin, ya'ni xursandchilik paytingda Allohni tanib, Allohga yo'liq qil. Sen qiyin holatga tushganda Alloh seni o'zi taniydi. Agar sen haqiqatda Alloh taoloni haligi hech narsaga muhtoj bo'lmagan paytingda Alloh taoloni tanib, Alloh taologa suyanib turgan payting suyanib turgan bo'lsang, albatta agar hayotingda bir qiyinchilik kelsa, Alloh taolo seni taniydi, sen bilan birga bo'ladi deydi. Endi mana bu joyda ham Alloh taolo bandasini tanishligi, bu nima desa, buni ham ulamolar ikkiga bo'lishgan. Birinchisi Alloh taoloni, ya'ni umuman olib qaraydigan bo'lsak, u bandasini bilishligi, bandalarni bilishligi, uni amallarini va yashirayotgan va oshkora qilib ko'rsatayotgan narsalarni ichidagi o'z hamma narsasini bandasini bilishligi deydi birinchisi. Ikkinchisi xos tanishlik deydi. Xos tanishlik qanaqa bo'ladi? Albatta bitta bandasiga nisbatan Alloh taoloning xos muhabbati bo'ladi. Alloh taolo haligi buni bo'ladimi? Ukalaringiz yoki shogirdlaringiz yoki akalaringiz bo'lsa, bittasini boshqacharoq yaxshi ko'rasiz-ku. Ya'ni unga boshqacharoq muomala qilasiz. Hammasini yaxshi ko'rasiz. Ammo lekin unga boshqacharoq qaraysiz-da. Xuddi shunga o'xshab turib Alloh taolo ham bandalariga agar haqiqatda Alloh taoloni xursandchilik paytida Alloh taolo tanigan bo'lsa, albatta qiyinchilik paytida ham Alloh taolo uni tanishligi, xos tanishlik deyiladi. Uni eng katta bir misolini hadisda ko'rsak bo'ladi. Haligi hadisni qisqacha qilib aytamiz. Alloh taolo aytadi-yu, menga bandam deydi, yaqinlashib boray, menga yaqinlashib kelar ekan deydi, nafl amallar bilan. Men uni to yaxshi ko'rib qolaman deydi-yu. Agar men uni yaxshi ko'rib qolsam, uni eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi bo'lib qolaman deb vahkazo aytadi. Hadis uzun. Shunaqa. Ya'ni biz qachonki Alloh taologa yaqin bo'lib, Alloh taoloning hadlaridan chiqmasdan buyruq va qaytaruvlariga amal qilib borar ekanmiz, Alloh taolo biz bilan birga bo'ladi, bizni himoya qiladi. Agar xursandchilik paytimizda ham hamma narsamiz bizga berilib turgan paytda ham Alloh taolo zikr qilib, Alloh taoloni eslab, Alloh taologa istig'for aytib, Alloh taoloning shariatini mahkam ushlashga shoshlar ekanmiz, Alloh taolo bizni qiyinchilik paytimizda eslaydi. Kerak bo'lsa mana bu qiyinchiliklarda bizga keltirmay qo'yadi. Shunaqa. Endi yana bir pastda aytib o'tganimiz, agar so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ra. Yordam so'ramoqchi bo'lsang ham Allohdan yordam so'ra. Ya'ni bu narsani biz o'zi har bitta namoz o'tgan rakatimizda aytamizki, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz deb aytamiz. Ya'ni musulmonlarga tushgan eng katta narsa birinchi o'laroq Alloh taolodan yordam so'ramoqligimiz kerak. Chunki bizni yaratgan ham, bizni yaxshi ko'radigan ham, bizni o'ldiradigan ham bu Alloh taolo. Shuning uchun biz
haqiqiy egasi bo'lmish Alloh taolodan so'rasak, Alloh taolo albatta bizni nima qiladi? Albatta o'zi hifzi himoyasiga oladi. Endi hadisning oxiridagi rufi'atil aqlam va jaffatus suhuf nima degani desa, ya'ni qalamlar ko'tarildi va sahifalar quridi degani Alloh taolo oldindan uje yozdirib qo'ygan. Alloh taolo birinchi nima yaratgan esa birinchi qalamni yaratgan. Qalamga nima degan? Yoz degan. To inson yaralishdan boshlab turib to qiyomat kunigacha bo'lgan hamma narsani qalam yozib chiqqan. Ya'ni qalam ko'tarildi va sahifalar yozildi. Bu gapni nimaga Rasululloh keltirdi? Tepada chunki nima dedi? Agar butun insoniyat to'planib senga zarar bermoqchi bo'lsa, zarar bera olmaydi. Faqatgina Alloh yozib qo'ygan narsa senga keladi. Foyda ham xuddi shu kabi dedi. Qalamda Alloh o'zi yozib qo'ygan senga qaysi zarar yetishligini, qancha zarar yetishligini, qancha foyda va qaysi foydalar ketishligini Alloh yozib qo'ygan. Shuning uchun to'yinchi insonlardan qo'rqma, Allohdan qo'rq. İnsanlardan so'rama, Allohdan so'ra. Yordamga muhtoj bo'lsang, Allohga murojaat qil, deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasihat qilyaptilar. Mana bu da bugun aytib bermoqchi bo'lgan hadisim, birodarlar. Alloh rozi bo'lsin. Agar savollar shu narsa javoblar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin, birodar. Ilmingizni ziyoda qilsin. Birodarlar, mana mavzumizda birodarimiz keng yoritib berdilar. Savollar, qo'shimchalar, fikrlar bo'lsa marhamat. Birodar, o'zimda savol bor edi. Ya'ni biz da'vat yukini ko'tarib chiqayotganlar ba'zan hozir men shu gapni aytsam yoki shu ishni qilsam menga qandaydir bir musibat yetadi, qamab qo'yadi, unday bo'ladi degan bir qo'rquv bor. Aynan shu qo'rquvni yo'qotishlikda aynan siz bugun yoritib bergan mavzu qanday yordam beradi? Alloh rozi bo'lsin aka. Mavzu qanday yordam beradi? Agar mavzuni eshitib dinlagan bo'lsangiz, Alloh taoloda agar siz qancha Alloh taolada haqlarini, Alloh taolada farzlarini ado etishlikka, haromlardan chetlanishlikka harakat qilar ekansiz, aka, Alloh taolo sizni hifz himoya qilib turishligi birinchi bir boshligimiz kerak. Ya'ni agar siz maqsadingiz haqiqatda mana da'vat qilishlik, Alloh taolo shariatini yoyishlik bo'lsa, va siz haqiqatda Alloh taologa suyansangiz, sizga bu hozir aytib o'tgan musibat, qo'rquvlar hech qanday bir ta'siri ham bo'lmay qoladi. Lekin hozirgi kunda mana rostdan aytib o'tsangiz, birovga agar islom haqida gapiradigan bo'lsangiz, xosatan bir taraflarda gapirma, jim bo'l, uni eshitma, buni eshitma, oxir yomon bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb qo'rqitishadi. Endi mana bu qo'rquvni ketkizishlik uchun inson birinchi haqiqatda Alloh taoloni tanishlik kerak. Alloh taoloni bilishlik kerak. Alloh taologa suyanishlik kerak. Agar siz modomiki Alloh taolo haqlarini poymol qilmaslikka, chegaradan chiqmaslikka harakat qilyapsiz ekan, ichingizdagi ixloslik bilan albatta Alloh taolo siz bilan birga bo'ladi. Chunki nima dedi pastda? Albatta Alloh taolo taqvo qilgan insonlar bilan birgadir. deb Alloh taolo o'zi marhamat qilib o'zi aytayapti. Endi yana foyda beradigan joyi aka, tepada nima dedi? Ya'ni biz g'ayibni, ya'ni kelajakni bilmaymiz-da, kelajakda nima bo'lishligimizni. Chunki nechta odamlarni ko'ramiz, rasa mashallah gapirib da'vatlar qilyapti, musibat yetmadi. Ammo lekin bitta inson bitta gapirib yoki telefonlar bilan topilib ketiladi-da, shu bilan qamalib ketyapti-da. Ya'ni bu ishlar har xil, bu ishlar bizning ilmimizga emas, balkim kelajakka bog'liq narsa. Va kelajakdan bizning xabarimiz yo'q, ilmimiz ham yo'q-da. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti, agar butun insoniyat senga foyda berishlikka to'plansa, foyda bera olmaydi. Faqatgina Alloh taolo yozib qo'ygan narsagina bu. Zarar bermoqchi bo'lsa ham zarar bera olmaydi. Faqatgina Alloh yozib qo'ygan narsa bo'ladi. Demakki, modomiki bu narsa bizga qorong'u ekan, bu narsani biz aniq bilmas ekanmiz, agar haqiqatda aniq qamalasan degan narsa bo'lsa ham biz bo'ynimiz yuklaydigan narsa bor. Har qanday musibatda ham, har qanday qiyinchilikda ham Alloh taologa bog'lanib, Alloh taolodan yordam so'rab, Alloh taolodan ehtiyojlarimizni qondirishni so'rab turib, Alloh taolodan farzlarini ado etishlikka va harom qilgan
narsalardan qaytishligimiz zarurdir. Shunaqa ekan. Alloh rozi bo'lsin, birodar. Birodarlar, savollar, qo'shimchalar bormi? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, keling birodar. Ha, bemalol. Savol ya'ni shunday bo'lyapti. Tushunarli bo'ldimi, birodar? Ya'ni asha o'zini odam joniga qasd qilayotganda bu narsa ham yozilib qo'yilgan-ku. Bu qanday bo'ladi demoqchimisiz, aka? Xo'p aka, Alloh rozi bo'lsin, yaxshi savol berdingiz. Xo'p, birinchisi Alloh taolo asha qalamni yaratib va qalamga butun har bitta inson, ya'ni butun dunyoda bo'lib o'tadigan hamma narsani yozishlikda buyurgan va u yozib chiqqan. Endi inson o'ziga joniga qasd qilib bo'ladimi, mashina urib olib bo'ladimi va bu hokazo bularni hammasini Alloh taolo yozib qo'ygan. Siz aytganingizdek. Endi misol uchun demak shunday bo'lib, ya'niki inson o'ziga joniga qasd qilayotganda bu narsani o'zi tanlab qilyaptimi yoki shunday bo'lishlik kerakmidi desangiz, Alloh taolo bu narsani shunday bitgan ekan, shunday o'ribdi. Ammo lekin endi buni manday qilib joniga qasd qilganligiga bu inson o'zi javob beradi. Ya'ni bu narsaga javobgar. Chunki Alloh taolo bu narsani qaytargan, bu narsani qilma degan. Misol uchun savolingizda ya'ni shunga o'xshagan savollar borki, men endi shu yozilgan ekani shunday qilyapman-da, endi mana shu chekishlik, ichishlik shunday bo'lgan, shunday qilyapman-da deydi. Yo'q, bu narsaga bunday qaralmaydi. Alloh taoloni oldindan hamma narsani bilishlik, oldindan yozib qo'yishlik bu Alloh taoloni ilmi. Alloh taoloning ilmi shunchalik ko'pki, shunchalik kattaki, oldindan biladi. Ammo lekin biz bu narsaga kirishmaymiz. Ya'ni bu narsaga biz ilmimiz ham yetmaydi. Bizga Alloh taolo nima dedi? Ma'ni qil, ma'ni qilma dedi. Demakki biz shuni qilib, qil degan narsasini qilib, qilma degan narsasini qilmaslikka davom etamiz. Natijada Alloh taolo o'zi aytgandek, hammanglarda qilgan ishlar bo'yicha men sizlarga hisob-kitob qilaman degan, bu hisob-kitobga hisob-kitob qilinamiz. Shu aka, agar shuni so'rayotgan bo'lsangiz, savolingizni shunday tushundim, shu tarafdan tushundim. Agar boshqalarda ham savol to'g'risida ikkita javob bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Alloh rozi bo'lsin aka, agar javob olgan bo'lsangiz. Alloh rozi bo'lsin, birodar. Bir savollar bormi yana, birodarlar? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Manda savol borda aka, o'zingizga. Va alaykum Va assalom. alaykum assalom. Keling, bering savolingizni aka. Hop. Savolim hozirgi kunda islom ummatinin ahvolini qaraydigan bo'lsak, o'zimizning ham ahvolimizdan qaraydigan bo'lsak, voqelik shunga boryaptiki, xuddiki yani Musa alayhisalom paytlarida Firavun unga qarshi
ya'ni Musa alayhissalom Allohning buyrug'ini qilib Firavunni da'vat qilganlarini Firavun bilib qoladi, sezib qoladi. Taxti ketishidan, uni anaqasi yakunlanishligidan sezgandan keyin butun lashkarlarini to'playdi endi. Safarbar qiladi. Va Musa alayhissalomga qarshi yurish qiladi endi. Ana o'sha holatda Musa alayhissalom sabot bilan turganliklari evaziga Alloh taolo nima qildi desa, ikkita dengizni bo'lib turib nusratini berdi-da. Dushmanni ham g'arq qildi, ummatni ham yetaklab qutqardi ulardan. Bizning kunda ham xuddi shunaqa nima desa, mana hozir ko'rib turibmiz. Amerika nima qildi desa, haddidan oshib turib, butun anaqasini to'plab turib, Eronni oldiga olib kelib qo'ydi-da. Bu ummatga ochuvdan ochuv tahdiddi. Endi mana shunaqa holatda biz ham o'sha Musa alayhisalomga o'xshab sabot bilan turishimiz uchun mana shu narsalarni yengib sabotimizni kuchaytirish uchun nima qilishimiz kerak demoqchiman, agar tushuntirib olgan bo'lsam. Savol. Alloh rozi bo'lsin aka. Birinchi savol bergan akamiz ham shunga o'xshagan savol beruvdi. Ya'ni mana hozir da'vat qilaman, Alloh taolo dinini yoyaman, shariatni mahkam ishlayman, shariatni qoyim qilaman desam, qamayman, u qilaman, bu qilaman degan har qanday musibatlar bor. Mana bu musibatlar mana bu holatda bu hadisda yoki mana bu nima qanday yordami bor, qanday ta'siri bor deganda aytib o'tganimizdek, o'sha Musa alayhissalom kabi zolimlarning qarshisida sobit bilan turishlik uchun albatta insonda Alloh taologa bo'lgan ishonch kuchli bo'lishi kerak. Alloh taologa qattiq ishonishlik kerak va qattiq suyanishlik kerak. Alloh taoloni mana aytyapmiz, siz har qanday holatda Alloh taolo dinini qoyim qilishlikka, shariat tatbiq qilishlikka harakat qilmoqligingiz kerak. Endi mana bu yo'lda keladigan qiyinchiliklar, musibatlar hammasi agar siz haqiqatda iymoningiz shu Musa alayhissalom kabi qattiq bo'ladigan bo'lsa, mana shunda siz ham sabot bilan tura olasiz. Sabot bilan tura olamiz. Mustahkam bo'lib tura olamiz. Ammo lekin haligi Alloh taologa bo'lgan bunday afsuslanib aytamanki, hozirgi kunda haqiqatda Alloh taologa bo'lgan bog'lanish bor, tavakkal degan narsa bor, yoki Alloh taolo suyanish degan narsa tushib ketganda musulmonlarning ichida. Lekin oldingilarda, sahobalarda qanday bo'lgan desa, unaqa bo'lmagan. Ular har bitta ishida Alloh taologa suyanganda, shuning uchun ham urushda ham, janglarda ham, qiyinchiliklarda ham Alloh Alloh deb turishganda, chunki bilishganda bu ishlarda hammasi Alloh taolodan. Alloh taolo xohlasa qutulaman, xohlamasa degan shu kam meni ahvolim, shu kam meni ishim degan. Endi Alloh taolo bizga moni qilma dedi. Bizni zulmatlardan nurga olib chiqadigan hidoyat berdi. Va bizga mana bu hidoyat tushuntirib berishlik uchun o'zidan bir payg'ambar, bir elchi yubordi. Demak, biz ham mana bularni olib turib, Alloh taoloning Robbimiz ekanligini, yaratuvchimiz ekanligini bilib, tanib, ixloslik bilan mana bu ishlarga kirishib harakat qilar ekanmiz. Alloh taolo o'zi inshaalloh bizni qalblarimizni sobit qadam qilib turadi. Agar hadisda eshitgan bo'lsangiz, Alloh taoloda bandasini himoyachiligi ikki turga bo'linadi dedik. Birinchisi uni dunyo ishlarida, sog'ligida, molida, bola chaqalarida va hokazolarda. Ikkinchisi eng muhimi bu dinida va iymonida. Siz qancha Alloh taolo huquqlarini himoya qilsangiz, Alloh taolo hududlaridan chiqmasangiz, buyruqlarini bajarib qaytaruvlardan tiyiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni shunday himoya qilib turadiki, o'sha qarshi zolimlarning oldida ham, zolim podshohlarning oldida ham, zulmning oldida ham, har qanday musibatning oldida sobit qadam bo'lib, mustahkam yurak bilan, mustahkam iymon bilan Alloh deb tura olasiz. Ammo lekin mana bu narsa bo'lmasa, bilingki, unaqa musibat emas. Bu Musa alayhissalom kelgan musibat emas yoki hozirgi kundagi ba'zi birodarlarimizga kelayotgan katta musibatlar emas. Ozgina narsa kelib qolsa ham, siz bu narsadan tashlab oladigan bo'lasiz. Shuning uchun Alloh taoloni dinini mahkam ushlashlikka, Alloh taologa bog'lanishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Javobingizni
Savolingizni shunday tushunib, shunday javob berdim aka. Agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, aytib berasiz. Agar boshqalarda qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, mana bu gapga, javobga yoki savolga marhamat akalar. Alloh rozi bo'lsin. To'g'ri tushundingiz. To'g'ri tushuntirdingiz. Alloh rozi bo'lsin, birodarlar. Yana qo'shimchalar, savollar, fikrlar bo'lsa, marhamat birodarlar, mavzu bo'yicha. Birodarlarimizda qo'shimchalar, fikrlar yo'q shekilli. Birodar bir duo qilib bersangiz, inshaalloh bugungi Ramazon suhbatimizga yakun yasaymiz. Undan keyin erkin mavzuda suhbatni davom ettiramiz. Hop aka. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر وخير ولا تجعله مجلس لغو ولا إثم واغفر لنا ما كان فيه من خطأ أو زلل إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الظلم والظالمين يا رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله razı olsun. İlminizi ziyade kılsın birader. Allah. Sizden Allah razı olsun.